işimizi ustanovka qildik. Bizning kuzatishda davom qilamiz. Sizlarga xarakteristikalarni tanishtirib beramiz. 3 dona yalma eshikimizni ustanovka qildik. Shtabklari 6 o'rinlik shtabkdan bo'ldi. Stiklarni ko'rishingiz mumkin, yaqinlashtirib ko'rsat. Stiklarni ko'rishingiz mumkin. Как положенный завод. Üzerimizde printimiz Sultanov beşikleri, telefon numaramiz 77'lik 030 92 82. Koronalarına neobычный stilde iş yaparımız. Sveti, zemchug'li svet, ak zemchug. Biz sloy kraska urilgan, hurmatli obunachilar. Kraskalarimiz Türk Gens firması bo'ladi. Bilasizlar o'zingiz. Zamoklarimiz to'g'ri kilit, 5 kilitli, yaxshi zamokdan qo'yilgan. Aspektlanishlarini ko'rishingiz mumkin. Barmoq uchi. Banda zalniki. Rombikayni qilib beramiz. 3 dona yalma eshikni, keyin bir dona banya eshigini rombik etganmiz. Banya eshigini ham ko'rishingiz mumkin. Do'yna yotib chiqarib beramiz mana bunday obunachilarni. Hozir eko bilan chiqib turibdi, kapalar baytda turgani. Buni ham stiklarini ko'rishingiz mumkin edi. Stiklarni yaqinlashtirib ko'rsat. Bu üzerimiz brendimiz Sultanov beşikleri meşkimizde bor. Beda yana bir zalniki. Bam şu rombikayna bilan rombikayna basıp ishlatilgan. Bu tarafda Alisheram o'yasi. Alishera, bize ishlamizdan ko'nglingiz to'g'rimi? Do'q, yaxshi, zo'r. Nechik eshiklar? Eshikka gap yo'q. Barya pulingizga loyiqmi? Rozimisiz? Ziyod roziman. Nechik tashkilotlarni gördingizmi bu yerda? Endi imkoniyat bo'lsa, shundan ham hech olish kerak bo'lgan. Yaxshi sifatli o'zim bilaman. Sifatli javob. Nechik ko'ngilda o'qmoqi? Ko'ngilda zo'r. Tashkilotlarni ham gördingiz axir. Men shuncha sizlarga aytmoqman, aytganman. Siz rozimisiz bizada? Zo'r aka, rahmat. Bo'ldi. Qo'limni ko'rmasin. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa bizning kuzatishda davom qilamiz. Bani eshikimizni ichki tarafini zerkalatib ishlaymiz, hurmatli obunachilar. İçen tarafını görüşünüz mümkün. Seyli ayna bilen zerkalatib ishlaymiz. Atıklayışları kolu barmak olacağına. Bizden kuzatishda davom qilinglar. Xudo xolasa zo'r yangiliklarni, zo'r videolarni chiqarib sizlarga ko'rsatamiz. Agar eshikimiz, ishimiz yoqsa, zakaz beraverasizlar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.